Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun biz ochliqning foydasini bilamsiz degan temada ozroq to'xtalib o'taylik. Badanimizga har xil to'qilmalar davomli o'zini yanglab turadi. Har xil organ hujayralarining o'zini yanglash vaqti bir-biriga o'xshash bo'lmaydi. Masalan, qizil qon hujayrasi taxminan 120 kun yashaydi. Oq qon hujayrasi bo'lsa 1 hafta yashaydi. Bunda bo'lganda 1 yilda taxminan badanimizda o'ldigan hujayralarning eg'irligi 45 kilogram atrofida bo'ldi. Badanimiz 6 oyda bir qatam butunlay yangiladigan mukammal bir tarkibdir. Undaqda o'ylab baqdingizmi? O'lgan hujayralar nega ketdi? Doktor Yoshinori Osomi yaponiyalik hujayra tadqiqotchisi bu to'g'risida uzun yillar tadqiqot ilib borgan, ham hujayralarning o'zini tozalash va yangilash mexanizmini autofaji nomi bilan tanishtirib, ham bu mexanizmning insonning qo'sig'i och bo'lganda qo'zg'alganligini o'ttirib qo'yib, 2016-yillik tibbiy soha bo'yicha Nobel mukofotiga erishdi. Bu autofaji degan gapning ma'nosi auto deganimiz o'zi, fuji degani yeyish, o'zini o'zi yeyish degan gap. Demak, o'zini o'zi yeyish orqali badanning shu hujayraning ichidagi keraksiz moddalarni tozalaydi. Bu yerda biz manga hujayrasini misol qilib o'tsak, cho'ng manga hujayrasi va manganing iqtidori yaxshi bo'lganda, manga to'qilmasini mikroskop ostida kuzatganda, uningda keraksiz axlat materiallar bo'lmaydi, yoki nihoyat oz deyarlik. Navoda ma'lum sabablar tufaylidan manga hujayralari tozalash iqtidorini ishlatolmasa, u holda yillarning o'tishiga ergishib, manga hujayralari xuddi dodlashib ketgan to'mirdek bo'lib, axlatlarga to'lib ketadi. Xuddi mana rasmda ko'ringanga o'xshash. Unda bo'lganda nerv hujayralari normal xizmat qilolmaydi. Unda bo'lganda qanday bo'ldi? Alzheimer kasallari va Parkinson kasallari qatorliq kasalliklarning alomatlari ko'rilishga boshlaydi. Bu bo'lsa normal bir hujayraning ichki ko'rinishi. Buningda chambar, qizil chambarga olib qo'yilgani lysosomes bo'lib, bu hujayraning oshqozoniga o'xshaydi. Hujayraning oshqozoni buni ichidagi sharsman kelganlari buni alohida hazm qilish enzimlari. Bu enzimlar hujayraning ichidagi buzilgan hujayra tarkiblarini, yemeklarning qoldiq materiallarini, hujayra ichidagi kasallik qo'zg'atuvchilar, masalan bakteriya, virus, zamburug' qatorliqlarni ham binormal oqsillarni bartaraf qiladi. Bularning binormal oqsil deganimizda shu hujayralarni ichidagi har xil tarkiblarni tuzishga qatnashgan oqsillar navoda normal bo'lmasa, tuzilishi va uning funksiyasi normal bo'lmagan chog'da bu bir keraksiz axlatga aylanadi. Buni hujayra ichida tozalab turmasa, vaqtning o'tishiga ergishib, a'zolarning ichki devorlariga o'ltiraqlashgan bir oqsil, amiloid degan oqsilni shakllantiradi. Bu ko'payib ketsa, yurak bilan börekning iqtidorini ojizlashtirib o'tadi. Undaqda bu hujayraning oshqozoni bu keraksiz narsalarni hazm qilib, qayta ishlatgidek amino kislotasiga aylantirdi. Bu amino kislotasi yangi hujayra yasaydigan asosiy bir material. Bu orqali hujayrani yangilaydi. Demak, lysosomes davomli badanimizga keraksiz narsalarni tozalaydi ekan. Bu mexanizm biz yemek yemay 12 soatdan keyin boshlanadi ekan. Navoda kunda necha qatim oziqlanib, og'zimizni bekor qo'ymasak, o chog'da qandagi qand miqdori yuqori bo'lib, insulin o'rlaydi. Insulin yuqori bo'lsa, bu mexanizm ishdan to'xtaydi. Demak, biz badanimizni kuchli qilamiz deb davomli yemek yeyishimizning hojati yo'q ekan. Aksincha, pat-pat ro'za tutib turishimiz kerak ekan.
Bu orqali badanimizdagi zaharlik moddalarni tozalayalayotganmiz, immunit kuchimizni oshiralayotganmiz, to'qimalarning sifatini o'stiralayotganmiz, hormonlarni tengshiyalayotganmiz, kerilib ketgan terilarni asliga keltirib, elastikliklarni yaxshilayotganmiz, qerishning oldini olayotganmiz, zaxmlangan ming hujayralarni asliga keltirib, Parkinson kasalligi va qiyinlik divarli kasallik qatorliqlarning oldini olib bo'lgan. Navoda bu sistemani qo'zg'atmay, davomli qon qantimizda yuqori, insulinimiz yuqori bo'lsa, bu sistema ishlamaydi degan gap. Unda bo'lsa ishlamagandan keyin vaqtning o'tishiga ergashib, ikkinchi tipli diabet kasali, Parkinson kasali, qiyinlikda ko'rilgan kasallar nihoyatda yosh mazgildan boshlanadi. Andan keyin rak kasali va badan og'irligi eshib ketish qatorli kasallarga giribdor bo'ladigan gap. Demak, buningdan ro'za tutishning bo'lsa, xuddi badanimizni qo'g'daydigan qalqonga o'xshaydiganligini his qila oladiganmiz. Undaqda davomli ro'za tutishni o'zimizga odat qilsak, bayam deb o'tgandek nihoyatda ko'p foydali taraflari bor ekan. Shuningga buni men hammalar bilan bir o'rtoqlashishni arzu qilib bugun bu to'g'riliq to'xtaldim. Inshaalloh yana keyingi programmalarimizda yangi mazmunlar bilan ko'rishimiz. Ramazon oyinlari muborak bo'lsin. Allohga omonat.